Cemal'ın ölümü bu halk içinde keng tarqalgan qadimiy rivoyat bo'lib, voqea Şinjan'ın janubiy qismidagi güzel Yurumqash daryosi vodisida yuz bergan. Bu yillar shu yerda yashab kelayotgan Uyg'ur millatining uzun yillik tarixidagi o'tmas yillar bo'lib, güzellik bilan razillik o'rtasidagi rayimsiz elishishning yorqin davrlaridan biri. Singlim, meni oppig'im, singlim. Singlim. Kim? Olmasdi! 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 Olmasdi'ni gördüm. Çıksa ketim. Olmasdi! Korkup ketyaptimi? Korkma, men bor. Yani eshikdan chiqib keting. Chapiningizni kiyib oling. Bana olmasını götür. Olmasını götür. Olmasını. Olmasını götür. O huşidan ketip, shiqilib ketibdi. Rayhan, Tursun. Ikkanglar onu yandagi uyga akirib yotqizib qo'yinglar. Olmasını götür. Olmasını ayada. Olmasını. Olmasını götür. Olmasını götür. To'xtanglar. Voy. Hasan begim oqshomda ketyapti. Uni hech kim uyg'otib aytmasin. Olmasını. Korkup ketyaptiman. Korkup ketyaptiman. Korkup ketyaptiman. Chiroqni yoritmanglar. Menga chiroq kerak emas. Menga hamroh kerak. Menga odam kerak. Korkup ketyaptiman. Hasan bey, qizi Maryamga dedek tanlab yurgandek yorg'anlar do'laqman bo'ldi. Boyning oilasida alvasti paydo bo'p demiş. Maryam xonim qo'rqib ketgandan, o'ldan taloq chiqarmay yutibdi. U har kuni yig'laydi ekan. Aks qo'rqib ketib, sarang bo'lib qolibdi. Oy, qo'rqib ketgandek nimasi bor? Hasan begimning saroyi jannatning o'zi. Maryam xonim bo'lsa saroydagi farishta. Kirib ko'rib baqqanning yomon yo'q. Qirg'izistonga ko'rib baqsin. Emis nimish qizingiz yashirib qo'ydi. Apa, haqlarni hammasi ketyapti. Meni kirgil Qo'y, qo'ying. kirib gap qilmay. Xuddi bash-bashda echilayotgan qizil guldek ajoyib qizlar ketdi. Bu men uchun zo'r baxt. Qanday boshlandik? Boshlansin. Qani. Sho'x-sho'x badlak chidinglar. Qizlar, xijil bo'lmay, eng yaxshi usul martinglarni ko'rstinglar. Appa xonimni bundaq so'ringa ikkirmanglar. Uni ustozining yeniga opirib qo'ying. Xo'p. Maqsul xonim. Begim, Maryam xonimga o qizlarning hech qaysi yoqmadi. Bo'y turqi menga o'xshash bo'lsa bo'ladi deydi.
Tursun, beri gel. Hoş begim, nemi deylikin? Bu kızlardan mı başka kızlar vardı? Şəhərdik çıraylı qızlarının həmmisi gəldi. Başka şehirlerden bir işler derhal tepkilenler. Hop begim. Toxtat. Xallarım. Toxtat tursa xallarım. Bu qızlar xenim. Sizlerden bir işini soray. Bu kız kimnin kızı boladı ekan? Bana dep bergen bolsa. Keçirsizlar begim, biz shaharga narsa kerak setib olib ketyapmiz. Qaraganda sizlar elchi o'xshamamlar. Bu qizni yotliq qilishni tex o'ylashmidik. Jusslar xali. Abla. Qanday qilamiz? Aqstin baramdiq. Saqlab baqayli. Xonayimning oldiga kirgandan keyin adablik bo'lib, nimaga buyursa shuni qilslar. Ichilib, yeyilib, kulib yursa jina xani. Begzade, anıları xanayim geldi. Ana. Oğlum, chet elde ilim tahsil qilib kelganingga 1 yildan oshdi. Nurg'un loyiqlarmi chiqdi. Biroq hech qaysini ixtiyor qilmading. Atang kun bo'yi yurt ishlari bilan band bo'lsimi, tunugin yana sening to'y ishingni tilga oldi. Bugun bu achang sana bir qizni ko'rsatgilib ketdi. Shundoq Begzade. Bu qiz biz tarafda tanqi chiqqan Soyib Jamol Farida bo'ladi. Ana. G'amxo'rlig'ingizga rahmat. Biroq ana. O'g'lingiz xuddi bir burkut. U nega qo'nishni o'zi biladi. Bu qiz usul o'ynay olamdi. Albatta o'ynay oladi xanim. Qaltis chiroyli o'ynaydi sizlar. Aldab ekanmiganlar? Bo'lmas kadir unamda. Kechiring ana. Ko'nglim aynib turibdi. Voy. Ha? Yaramadimi nima? Ha. Emsi Begzade qandaroq qiz oldikana? Ay yüzlü güzelni. Bildin mi? Ay yüzlü güzelni. Hey, biçare kız. Biroq bu qiz o bek chiroyli ekan. Men bakka gidek. Sizga holingizga qilib kelib qoling, ha? Agar sizlar yordam qilsa ish bitadi. Bayhaqning nazari ustin bo'ladi. Ular ota-onangizni yaratmaydi. Hech qisi yo'q. Biz chardadangizning hurmati uchun bo'lsa-mo, yana yo'l men taqay. Xenim. Ular texbakan-ku. Xenim, boshqacha o'ylab qolmaslar. Menda qishdi. Biz kelin emas, dedek izlab yuramiz. Hasan begimning qiziga chiroyli bir dedek lozimdi. Meningcha bu qizchaq. Çentak. Kep kaldık. Kıra. Toxtala. Begim. Yana bir kız deyip geldim.
Xenim çoqum razı oludu. Qarısla. Tatınmay kelin. O usul oynab baqsın, ha? Xoş qani, kelingla. Kelingla. Qizchaq, qani usul o'ynab baqing. Oynagan. O qizning taqib turqi bizning Maryamga o'xshab ketadi ekan. Husni jamolimi joyida. Ha? Begim. Bu qiz xenimga yaridi. Qizchaq, berkiling. Berkiling. Kelin. İsmingiz nima aytdi? Farida. Farida. İsmingiz nima aytdi? Chiroyli ekan. Ben almasını gördüm. 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 Almasını. Boş oyladı. Boş oyladı. Sahip Cemal, Sahip Cemal, Sahip Cemal, Sahip Cemal. Sahip Cemal. Sahip Cemal beni göz gelmedi. Ben bir Sahip Cemal bakın. Qo'qsizlar. Mana men yenimni adı Bag'o. Mening hurmatim uchun jim bo'l. Jim tur. Kelinglar. Uni tutib hujrasiga kirib qo'yinglar. Harigiz talaga chiqamanglar. Sahip Cemal. Sahip Cemal. Sahip Cemal. Beni tutmağla. Beni tutmağla. Olmazsa tutula. Olmazsa boş oyladı. Olmazsa tutula beni tutmağla değil mi? Olmazsa geldi. Olmazsa geldi. Olmazsa geldi. Olmazsa geldi. Qo'rqmang. O sarang so'rini buzdi. Benim bu kalbim sudin mu pakiz Minni hiç kaçan unutma herkes Gülden çıkarak yüzsem ömrümüz Kürgen de gülni Durasın
Hoş. Beyzade, o kızlağı ben qaray. Bakın. Kızcaklar kelinglar. Hammalar atqı meninglar. Begzade, usulni chiroyli o'ynadimmi? Bir narsa demaysiz-ku. Nəhayət chiroyli o'yindingiz. O'zingizni chiroyli o'sitibsiz. Rasma, Boyingizga yetganda texmi go'zallashib ketsiz. cho'ng bo'g'inimda meni izlab kelasizmi? Navada. Siz oq ko'ngil, go'zal bo'lib yetilsangiz, cho'qim kelib sizni emrimga olaman. Rasma, meni oq ko'ngil, go'zal bir qiz qilib yetildirgay. Oğlan. Dada. Anlasam, chiqqan loyiqlarni rad qilibsan. Demak, toki hozirgacha usuli o'ynay oladigan heliqi qizni unutmaganliging ma'lum. Oğlum, ko'nglingdagi ish menga ayon. Bir necha kundan keyin onang ikkimiz Yekan shahriga bormoqchimiz. Sen ham safar bo'lib biz bilan birga borgin, ha? Balkim o qiz shu yerda seni kutib turgandi. Xotirjam bo'g'inki, o qiz hatto arshi a'loda bo'lsa-mu, uni tepishqa qodirmiz. Dada. Farida. Maryam xonimga ajabmi o'xshaydi ekansiz. Rasma, xonimni cho'qim o'z singlimdek ko'rib xizmatida bo'laman. Siz bu hujurda turishni rastli xohlamsiz. Ota-onam kasaljon, ularga pul kerak. Yana ufqisinglarim bor. Amal yo'q keldim. Bichara qiz. Siz muloyimlik bilan obdan ishlang, og'zingizni ching tuting. Shuningda siz ko'p in'omga ega bo'lasiz. Siz har qanday sharoitda xonimning oq ko'ngil qiz ekanligiga ishonishingiz lozim. Ma'qul. Anglaslar acha. Nima degan mungli g'azallar acha. G'azal o'qigan qiz yig'layotgandi nima? Acha. Qo'rqmang, qizchaq. Gapimni esingizda ching tuting. Bu hujurada turdi ekansiz. Alvastini rastla ko'rsangizmi, uning parvo qilmasingizlar.
sizni öz panoyida saqlaydi, bildingizmi? Bildim. Men chiqib baqay. Begim sizni köygelik geldi. Feride, kızımga yıkıp kapsız. Bugünden itibaren onun yeniden hiç gündüz ayrılmay, onun en yakın dostu bulun. Ailenizdekilerinin turmuşundan gamimen, ulağa men qarayman. Lekin şu isinizde bolsun ki, bu yerde kögen, bilgen, hatta anlıqallarınızını hiç kimge demeysiz. Uqdunuz mu? Xo'p, begim. Anladınız mı? Eğer sıdkı çıkıp dep yiyorsunuz, begim, tilinizni kesip taşlaydı. Xo'p, herkes demeyman. Menge verin. Üstüge çıkımız. Yağmur yağamdı neme? Korkma, o müşük. Ras, müşkim. Korkmasam mı boğdek? Xenimga nayt kızgın muamele kılın. Kuyunin, siz onunla yıkıp kaldınız. O ah gönül, kalbi güzel kız. Hatırcam bosla atca. Digenleri de kılımın. Bildim xenim, degenlerde kılımın. Ya Allah, o hakikaten perizatken. Xenim, köңlüňizge yakkan kız Peride sizni kögülü kirdi. Assalam. Ha. Kelim. Kadirli xenim, begim meni sizge hemra buluş için ömürlük dide qıptadi. İkimiz dost bop qalsak, bu men üçün zor baxt. Rahmet sizge xenim. Meryem, Peride sizge ömürlük hemra buludu. O, ah göңül kız, meyli kandak iş yüz berişidin qat'i nazar yeninizden ayrılmaydı. Maňa işensli xenim, sizge ömürlük hemra bulup sadyk didekler bulumen. Çünki men sizini intayin yaxşı görmen. Güzel cemallarga qayılmen. Reyhan ana. Onun bilen ayrım paranlaşay. Kelin. Yakın kelin. Peride, siz alvastını görüp bakkan mı? Alvastını? Ha, alvastını.
Navada aldığımızda oldurgan bir alvastı bozcu. Undaq bilishi mümkünmü? Eğer rast alvastı bolgan taqdirdim işimiz bolgandan qo'rqmaymiz. Sattil Paride. Xuddi qizil guldek chiroyli ekansiz. Tutma. Eynek. Bunu xeylidan beri işletmedim. Paride. Siz mening eynigim bo'lin. Yenimden neri ketme. Hayatım fakat sizdek bir eynekке muhtaç. Men sizge taynıplı yaşayman. Mening güzel hüsnüm allaqachon nobud bo'lgan. Meni tutmang. Meni tutmang. Meni hergiz tutmang. Esingizda bo'lsinki, meni bir tutib olmaydi. Xo'p, xenim. Bildim. Vacan! Ovoz geldi! Ovoz geldi! Vacan! Nizallah xenim. Xenim. Xenim Nizallah. Qo'rqadim. 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 Chaqmoqchi bo'ladi, qo'rqmaslik xenim. Qo'rqmaslik. Qo'rqadim. Chaqmoqchi bo'ladi. Qo'rqadim. Vacan! Cümbilim! 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 Ben o cümbilim! Cümbilim! Xenim, men bo'ldim. Cümbilim! Xenim, qo'rqma xenim, qo'rqma. Çıkıp git Allah! Çıkıp git Allah! Xenim, qo'rqma. Bana adam gerek emas! Xenim, qo'rqma. Çıkıp git Allah! O'zingizni tutib oling xenim. Alvasti! Bana men alvasti! Xenim, Çıkıp git Allah! qo'rqma. Alvasti meni bo'g'ib o'ldirsin! Xenim. Xenim, Çakmasam öldürsün! Çıkıp git Allah! Çıkıp git Allah! xenim, qo'rqma. O'zingizni tutib oling. Kocandan toydim! Ben degan terik morda! Terik morda! Qo'rqma. Bechara qiz. Buni iching. Aram olasiz. Qizchaq, bugun oqshomqi ishni ham bundan keyin yuz beradigan ishlarni hech kimga aytmaslikqa qasam beralamsiz? Ma'qul xonim, qasam beray. Farida, Ha? boyi ko'giniz bu hujradagi eng cho'ng mahbiyatlik. 2 yilning oldida uning husnimi xuddi to'linaydek chiroyliqdi. Biroq becharaga baxtsizlik yetib azobda qoldi. Jeni omon qolgan bo'lsa-mu, go'zal o'sni nobod bo'ldi. Siz uning nobod bo'lgan chiroyini ko'rdingiz. Shunga sizning menga o'xshash birli yo'lingiz bu hujrada umr bo'yi xizmat qilish. Agar bu yerdan ketadigansiz, omon qolmaysiz. Xenim umidsizlikda o'lib ketadi. Bo'ldi. Acha so'zlimizlar. Hammani tushundim. Xenimning baxtsiz bo'lib qolganligi ichim og'riyotdi. Uning hayot yashash uchun mangu aynak bo'laman.
O dedek kız kelgenden beri xeyli hatırcam bop kaldınız. Kolunuz mu boş idi? Güldek kuşbarak ise ömrümüz Kergen de gülni eslep durarsız Xili burunlu sılını usulunu çıraylık oynaydı dep bağlıgandım. Bek mahtur ettiniz. Biroq bundan 2 yil burun usulga haqiqatan yerismen edim. Moşu romalni beşimga ahsamla ixtiyarsız usul oynap ketime. Bu romalni asla qaltis chirayliq bo'lib ketadi ekanlar o'ynab basla. O'ynimig'ili 2 yil bo'lgandi. Bo'pti, bir qitim o'ynab beray. Bu jahon qorong'ulig'a O dedekten ihtiyat kılaylı. Xotirjam bo'sla. U qasam qildi. sensiz bu jahon qorong'ulig'a sensiz bu jahon o'ynimig'ili uzun bo'g'ashga untib ketdimi? Nadikini nayt chiroyli o'ynaydi ekanlar. Rasma g'azalnim chiroyli aytadi ekanlar. O'z vaqtida qancha chiroyli bo'g'itlar. Xenim, nima bo'ldi? Xenim. Birsi esim kelib qoldi. Xenim, hakim begim itlab kelganda qiladi. Rasma. Uning mapsini ko'rdim. Begim xabar qilsa, oldiga chiqayli. Ma'qul. Hakim begim, marhamat. Xanayim, marhamat. Oğlum, yur. Marhamat. Marhamat. Hasan bay. Assalamu alaikum hakim begim, xanayim. Yürek görmey qadam teşrif qilganlarga ming rahmat. Bu mening o'g'lim Qaysar. Mana mush kishi Hasan begim bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, marhamat, marhamat. Qani, Marhamat. Bekzodam, bu tarafga qarab boqaylik. Shirta qaqgan. Nabek chiqib qaray. Chiqsizlar. Qarsizlar. Chiroyliqini bir dedik. Chiroyliq selingan bu sarayda cho'qim chiroyli xenim bo'lishi mumkin. Bu dedekni bir yerda ko'rgandek qilaman bu. Xenim. Hakim begim yetlab kepti. Onun Bekzodasi bilan chaqirma birlik yaptı. Bekzode. Ha, naytimi kelishgan bir Bekzode.
Şu bop qolmasa yana. Qanday qilib u bo'lsa? Men 2 yildan beri hech kimga ko'rinmagan do'stim. Uy, shirkima jab sep ketyotdi-ku. Xenim, Farida. Begim sizlarni mening ruxsatimsiz sirtqa chiqmasin deydi. Hokim begim oq o'ylidagi vaqt damag'idek. Darhol dariza pardasini tushirib etinglar. Ma'qul. Tez. Chaqatsizlar, chaqat. Tez, bo'langlar. Ha, nega? Tez. Nega? Ha, chaqamdanlar. O sarayını acayip çıraylık saldırıp dikerler. Birerisi olturamdı ya. Ha, shundoq. O'ltirdi. Ha, qizim o'ltirdi. Anlasam kızlarını naaytımı çıraylık deydi. Rasmı? Ha, shundoq. Ha. Ha, qani, marhamat. Ha, merhamet. Ha. Qani, marhamat. Ha. Marhamat. Merhamet. Merhamet. Ha. Oldu. Ballarımızın usuluğa tolumuz oqlanıman. Heytimizni qo'shal xoram o'tkazish uchun qizlari biya tushib bir usul o'ynab bersa, buningga nima deylikin? Asanboy, boshqacha o'ylanib qolmisizlar. O'zlariga ma'lum, mening faqat mushu birli o'g'lim bor. Shunga bir qizga to'limi muhtojman. Shundoq. Shundoq. Hokim begim. Mening qizim Maryam 2 yilning oldida 2 yilning oldida qizimizga mushu saroyni seppagan. U hokim begimning o'zini usuliq taklif qilganligini anglasa, cho'qim xush bo'ladi. Bundaq qilaylik. Bu xush xabarni o'zim chiqib uningga yetkazay. Rahmat. Tez bo'linglar, tez. O'ltiringlar. Tez. Eyni qissanamga kelinglar. Tezroq kelinglar. Meryem xonim intayin xo'shallik bilan hokim begimga usul o'ynab bermoqchi bo'ldi. U hozirlik tushdi. Qani, marhamat. qizim Maryam Zilva boylari, zapraqlik romili. Shu. Dal o'zi shu. Qizlari haqiqatan ismi jismiga loyiq soyib Jamolkan. Mening bu qalbim sudin mupakiz. Meni hech qachon unutma hargiz. Gildan chiqaroq esa ömrimiz.
Tonuş usul. Tonuş gazel. Onu ahır tapdım. Bu cihan sensiz bu cihan karanlığına sensiz bu cihan Oğlum. Qani, sen mi tushib o'ynab be? Shundoq qil bolam. Xenim, men tondingizmi? Begim, charchab ketdim. Hujraga kirib ketishimga ijozat bergaylar. Bekzodam. Maryam, Hey, u Rastlı o meni unutib ketganmidi? Oqqo'y ko'l bo'yida uchrashgan yigit. 5 yil o'tib ketdi. Osmondan tushdingizmi? Afsuski, meni qayta ko'rolmaydigan bo'ldingiz. Benim bu Begzod sarang bo'lib qolgandek turdi. Yo'q, Farida, u sarang emas. O sizni menda o'lagan. 5 yil o'tib ketdi. Boyumga yetdim. Biroq men bechora yigit meni texicha unutmabdi. O meni cho'qim istab kelgan. Mening botirim, sen bilyotamsan. Men allaqachon o'ldim. Men siz uchun ish qilib bersam bo'ladi. Hech narsang ojid yo'q. Siz o'tindan saqich qilma. O rasmiy izlab kelgan bo'lsa, dadam o'z loyig'ida javob ber yo'lga soladi. Biz bilan hech aloqasi yo'q. Shundoq. Men bilan nima aloqasi bo'lsin? Men bir alvasti. 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 Xenim. Bekzodam, qarab baxtim, mushtamdan tushsakla, xon qizning naqshni ko'chirsigan. Hozir hujrda faqat xon qiz bilan chiroyli qin dedigili bor. Orqish yo'qmikan? Hey, bo'g'an bilan u yerda qorovul bor. Tomdan otilib tushsakmikin deyman. U yerda bir nechta cho'ng daraxt bor ekan. Kirgandan keyin daldalanishga bo'ladi. Qanday deylar? Ha? Bo'ladi. Shunaqa qilaylik. Chizla. Chaqqan bo'lsa Bekzodam. Xenim, endi biroz dam olsam ekan.
Heyli zäpiräň rolimni äp beriň. Hop. Hey, qara, chiqdi. Nimening awazy? Henim, koy märawatydy. Çıkıp qarap bakay. Sırtdan oyla koy kirip elip kozlap qalgan bolmasa yana. Korkmamsız? Yo'q. Chiqdi. Qara. Xon qizning ayliqi dediki. 这么吧，我去缠住他，你就从这儿爬上廊檐，记住，廊檐有门可以进去，快抓紧时间，啊！Bir kelin. Kelin. Kelin deyman. Qadrli qizchaq, hargiz ön chiqaman. Men sizni ko'ygili keldim. Atdigan sizni bir ko'ribla chin dilimdan yoqtirib qoldim. Agar ma'qul demisangiz, bugun oqshom bu yerdan ketmayman. Jeliman. Siz nima odam? Bu yerga qanday kirdingiz? Aytmasangiz, odam chaqirman. Oy. Yo'q. Unda qilmang. Siz meni o'zingizga qattiq maftun qildingiz. Shunga sizga atab o'zgan bu gulimni qabul qilgaysiz. Bo'lmasa ko'z oldingizda o'zimni qatl qilaman. Oy, hargiz bunday qilmang. Oy. Akaginiz gülemez. Yupurmaqku. To'g'ri. Yopirmoq degan gulning chakiri. Siz deydek, men chakar. Ikkimiz xuddi mushu yopirmoqqa o'xshash. Shunga ikkimiz. Yo'q, bunday qilma. Hujurda xenim bor. Qaraganda gapimni anglamaydigan o'xshaysiz. Oy, bunday qaramli qilma. Qani ayting, mendan nim talab qilmoqchisiz? Ikkimiz o'ltirib, aldirmay paranglashaylik. Keling. Mana bu yerda o'ltiring. Keling. O'tiring deyman. Yenimda o'tiring. Siz yaganlikmi? Ha. Buni qanday bilasiz? Men yaganlik. Sizga burildi ko'nglim tushgan. So'zlasam gap to'la. Meryem, ben sizni tapqandan keyin hayotga rostilla umid bog'ladim. Biroq siz yüzünüzga chumbal tatib olib, men bilan ko'rishni xohlamayapsiz. Qaraganda boshqa birisi bilan bitishib qo'ygan o'xshamamsiz. Yo'q. Mening qalbim faqat sizga mansub. Siz bilan to'y qilaman Meryem. Bilamsiz? Ikkimiz to'y qilsak, siz dunyodagi eng baxtli ayollardan bo'lasiz. Yo'q, Qaysar. Desam balki ishonmaysiz. Mening go'zalligim allaqachon yo'qolgan. Qanday qisiq yo'qoladi? Pak muhabbatni hech qanday narsa to'sib qololmaydi. Ishiningki, ikkimizning saf muhabbati go'zal jamolingizni texmi go'zallashtirdi. Bana işini. Sizni cho'qim baxtli qilaman. Bugun oqshom yig'lashning o'rniga xushal bo'lishimiz kerak.
Meryem. Beşinizni kötürün. Xuddi 5 yılning oldidagidek merdanlık bilen çömbilinizni qayırıp etin. Men aydek cemalingizni qanğıç kör olay. Meni tutmang. Manga tegmang. Manga yaqin kelmang. Men Qo'rqotiman. Farida, qanisiz? Meryem. Qo'rqotiman. Meryem. Qo'rqotiman. Xenimni Allah. Qo'rqotiman. Xenim. Farida, ular chiqib ketsin. İşkencelab ularni ko'may. Cıngıl 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 cık. Bam 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 bam. Tik 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 tik. Bam 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 bam. Dingil 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 dik. Dingil 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 dik. Bam 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 bam. Bum 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 bum. Tik 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 tik. Bu sarayda alvastı ba. Ah giyimlik alvastı gördüm. O sahip Cemal kıyafeti kırıvattı. Sahip Cemal, Sahip Cemal. Sahip Cemal, Sahip Cemal. Benim bir nevri sığılım Meryem'di Sahip Cemal disi böyle da. Yakıcıtlık Beyzade. Sen olmasın kovmam sen. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi oturdu. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Ana. Oğlan geldi oturdu. Oğlan geldi oturdu. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz geldi. Olmaz oğlan geldi oturdu. Olmaz oğlan geldi oturdu. Olmaz geldi. Beçare Meryem. Bundak vahimli günlerge kandak mı çıdap duralaydı? Berip atamni elçevetişik aldırtay. O dozak gibi bu saraydan kurtulsun. Ço! Ojdan chaqirmasdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirasizlar. Rahmat. Ha, Marhamat. kiranglar. Anlavatamlar, nim degan xushal nag'ma. Birisining to'yi bo'ptimi? Sizlarning to'ylari. Qaraganda hakim degim o'g'li Qaysar uchun sizlarga elchivatgan o'xshaydi. Men Begzodining chaqirini ko'rdim. Agar begim bu ishga ma'qul bo'lib qolsa, men berib Qaysarni tepib ahvollarini aniq aytay. U chaqda azoblangan qalblarini o'ch tushunadi. Bo'lmaydi. Agar u mush chiroyimni ko'rsa, xuddi Eli akamga o'xshash qo'rqqanidan sarong bo'lib qoladi. Yo'q, bo'lmayman. Dadamning bu to'y ishiga qo'shilmaydiganligiga ishonaman. Bechora qizim, baxtini bermidi. Bu to'yni rad qilmoqdan boshqa chora yo'q. Begim. Yunus beg bo'lsa, beglarning begi. Qaysar uning yolg'iz o'g'li. Meningcha bu ishni hargiz rad qilishga bo'lmaydi. Bo'lmasa, keyingi balo qazodan qutulmag'imiz tez. Meryemning chirigi Heliqi kuni Yunus beg bilan Begzodi Qaysar o'sni to'liq qizlar Maryamni ko'rdi. Bu to'yni rad qisla. Ravo ko'maydi. Agar bu to'yni qilib
Kodubacı bolasıla. O çağda iş başqıcı boladı. Ätibali kızlar Meryem'le bana tapşırıp bəslala. Amalini özüm qılaman. Navadı qoşulsla. Hazırla adam evet deyli. Bir aydan keyin kızını yetkep ketsin. Elbette. İçki sirni biladigan Reyhan'a. Bu toyning bo'lmaydiganligini agahlantirib qo'yamiz. Obdanroq o'ylanib boqay. Yaxshi turdilmikin, qadrli Maryam xonim. Nemi ish, xo'jador? Hozir yoz keldi. Hasan begim silini Oqqo ko'li bo'yidagi sayligoqqa olib qo'yishimni topildi. Nemish bir oy burun bor ekanmi? Onun ustiga bu yil saylik chiqmayman deb aytgandim-ku. Bu begimning plani. Anlashimcha bu yil ko'ldagi oqqolar ko'payib demiş, gullar burunli ichilib demiş. Bo'ldi. Keyinchi bir gap bo'la. Xonim, begim silining adil yo'lga chiqishlarini aytdi. Ko'zimda yo'qol. Qachon ko'nglim tassa, shu chog'da borman. Hech kim meni zo'rlamasin. Xonim, xonim. Qizim Maryam, at Oqqo ko'liga sayliga chiqishingni men aytqam. Bu yil yoz burun keldi. Anlashimcha sen yoqtiradigan tog' gullari echilib demiş. Sen adil yo'lga chiqqin. Qo'limdagi ishlarni bir taraf qilib etib, men hayal bo'lmay yetib boraman. Sana deydigan yana gapimiz bor. Kel kızım, bu yerda o'ltir. Dadamızın aldığında bir edepli qilmang. Berib o'ltiring. Keling. Kızım, bunu sana atap aldık. Bu bizim uzundan beriki arzuyumuz idi. Qani, ağın. Elang Meryem. Dadаңыз ikkimiz sizga ko'ynib kelyapmiz. Siz avval berib tursiz, hamma ishlar o'rinlashtirildi. Farida bir necha kun kechikib bordi. Farida, xonimning narsa keraklarini joylashtirib bering. Xo'p, xonim. Xonimning zipi zinatlar qapqapti. Begim yetkizib beringlar dedi. Otni to'qib bering. Tek yetib kelmedik. Mapning probusini tushiritinglar. Bo'ron chiqadi. Xonimga sovuq tegib qolmasin. Orqamizdan qo'g'lab kelyapti. To'xtating. Ana, shu. Tez bo'laylik. Xonim, choy ichinglar. Çapsan. Tez. Xo'jador, meni nega bormoqchisan? Mapini to'xtat. Pastga tushma. Mapidan tushma. Sizni intayin yaxshi ko'raman. Shuni aytib qo'yayki,
Siz bugünden itibaren Hasan bayning qizi. Saraydaki sahip Cemal Meryem xanım bo'lasiz. Bir necha kundan keyin Hakim Begning o'g'li Qaysar sizni Meryem deb bilib nikohiga oladi. Mundaqcha aytganda, siz Meryem xanımning o'rnida Hakim Begning kelini bo'lasiz. Agar deganimiz bo'yicha qilsangiz, siz ham oilangizdagilar tugumas mol dunyoga ega bo'ladi. Albatta. Bu go'zalligini yo'qotgan Meryem xanım uchun ichinishliq ahvol. Biroq bu Hasan boyning keyingi baxt saodatini ko'zlaganlik. Shundaqla Hasan boyning yuksak irodasi. Buningdan boshqa amal yo'q. Mushundaq qilmay bo'lmaydi. Qarang, bularning hammasi sizning bo'ladi. Hocalar! Ular hazırdan başlap bizning Meryem xanımni kutadi. Assalomu Meryem xanım. Bo'ldi. Sizlar xanımni elib naqshlik hojaraga kiranglar. Bu ufkumizga uval bo'ldi. Esingizda bo'lsin. Muvafiq bir kunni tanlab, uni dargohiga olib qo'yaylik. Merhamet xanım. Siz alvastını görüp bakkanmıdınız? Alvastını? Ha. Eğer altımızda oldurgan bir alvastı bolsucu. Qaysarning keladigan kuniga az qoldi. Bechora Meryem xanımning bu ishlardan xabari yo'q. O hazır nerede? Dehi hayat mıdır? Feride. Reyhan acha. Sizga deydigan gapim batdi.
Men didek. Agar men didek bo'lib qolsam, sizlardek bo'lmaydim. Bir kep qasqa naqlsizlar. Sirtqa chiqib qarab turinglar. Uxlayman. Xo'p, xinem. Acha. Rastını etsem, Hasanbay hazır sarayda yo'q. Barliq ishlaga Laligül xo'jaylik qilyapti. Laligül? Qari kiyimli xenim shu. Sizni Maryam o'rinda yasab Qaysarga yotliq qilmoqchi bo'lgan shu xotin. Qizim, uzoqqa bormay bu olamdan o'tadiganligimni to'yib turyapman. Bu yerdagi eng cho'ng maxfiyatlik Maryam xenimning chiroyining qandoq nobod bo'lganligi, buni sizga aytib qo'yishimni dilimga soldi. 2 yilning oldida Maryam xenim xuddi sizga o'xshash oy yuzli qizdi. Kutilmaganda Hasanbay qattiq og'rib yetib qoldi. Dada, qandaqroq? Dada, doğru qayntib kirdim. İçkizib qo'yay. Ko'nglimga puk bergan bir ishni sizlarga aytib qo'yishni loyiq topdim. Mening o'g'lim yo'q. Cho'ng qizim Maryam 17 ga kirdi. O aql farosatlik, to'lin oydak chiroyli qiz. Uningga bir munosib jo'rini jo'qti qilib, jamoatimizning shon shuhratini saqlaydiganlikqa qat'iy ishinaman. Shuni vasiyat qilamanki, yaxshi kunning yomoni bo'lib ketib qolsam, uy imorat, barliq bisotimga u varislik qiladi. Dada, qadrli dada, herkes undaq demisler. Şifalık beridi, saqayıp qalala. Begim, seni bu qarar kelishdan ilgari balkim yana kenji qizlarning borlig'ini unutib qolgan o'xshamamla. Xo'jadar Tursun. Siz faqat bir xo'jadarg'u. O'zingizni bilib, qizimni qo'yib bering. Begimning muhim qaroriga qarta boshqacha fikrda bo'lish huquqingiz yo'q. Begimning qarori to'g'ri. Maryam xenim Begimning tunji qizi. O qizg'in, illiq, farosatlik. Kelgisida singlisini xuddi mehribon onadek asraydi. Xo'jadar, qaraganda elishib qolgan o'xshaysiz. Begim, bugün biz üçün xoşallıq gün. Sili öz arzularını e'lon qildi. Bu hammamiz uchun xo'shallanarlik ish. Begim, saqiyib qilishlariga ishinaman. Begimning salomatligi, sarayimizning kelgusidagi xo'jayini Maryam xonimning hurmati uchun bir pada usul o'ynab beray.
Şu günü akşamı ko'nglim bir ishni to'ygandek bo'lib, vasvasa ichida hech uxlayolmadim. Oycan! Oycan! Adam mamu! Meni qutqizinglar! Oy, azoblanib ketdim. Azoblanib ketdim. Kızım, Allah! kızım, Meryem, Allah'ını gördüm. Allah'ını gördüm. kızım. Azoblanib ketdim. Azob ichida o'ladigan bo'ldim. Chaqqan ishiklarınızdan hem yepip ötün. Bu işini mahvet tutmasak olmaydı. Sırt kaşkarınıp kes, katil kaçıp gidiyordu. Bildiniz mi? Shundoq qilib, xenimning hayoti aman qolgan bo'lsa-mu, yuzidagi pichoq tekkan, ko'ygan jarohat, shalvarab iqib xenimning tulun oydak ko'znini nobud qilib etdi. Dastlabda begimmi qotilni tutishga urindi. Biroq oradan uzun o'tmayla bu ishni jimjitli besiqtirib etib, birmuncha pul xajlab oq o'ylig'i xenimga atab saray soldirib, xenimni sirg'i chiqarmaydigan bo'ldi. Begim xenimning bexatarligini Loligulga topshirdi. Xenimning husnining nobud bo'lganligini sarayda begim, Lolidan, xo'jador, mendan boshqa hech kim bilmaydi. Benim çeriyim. Benim çeriyim yok oldu. Şu gün akşam sil körüp qalğan qar köyləngi kim? Qar kiyimlik Loligul. Zat qandaq ayol. O sərçaqlıqlı olmaydigan ayol. 15 yaşında begim onu chet eldan akilib, Meryemning onasiga didaq qilib beribdikan. Xenim 3 yoshga kirganda onasi ushtum tutli qazo qilibdi. Oradan uzun o'tmayla begim onu amriga oldi. Biroq u Hasanboyga tuydirmay, xo'jador Tursun bilan oshna o'ynab yuriydi. Heliqi kichik xenim amaliyotda shu ikkisidan tug'ilgan bola. Ular Hasanboyning mol dunyosining varislari bo'lishga o'rnayotdi. Oduqmaqla. Öz adam. Bugün kecha ay chiqmabdi, lekin havo intayin sap. Hasanboyning bu sarıyi azaldan erkin bir makan. Kishilar bu yerda ko'nglidagi gaplarni tatinmay qilisha oladi. Qilmoqchi bo'lgan ishlarni qila oladi. Hammamiz shundoq. Rost emasmi? Meryem xenim. Dem aladigan vaqtingiz bo'ldi-ku deyman. Ha, rost Rayhonacha. Unutib qolg'ili tas qapdiman. Begim sizni qishimga bir kep kessin deydi. Begim sizni 10 yil jafo chekdi, endi makoniga qaytsin deydi. Süpsüzük navatsuyi. Bu begimning sizga bildirgan minnatdorligi. Buni isingiz biroz xomush bo'lishingiz mumkin.
Bering. Menmi dem alay. Tursun. 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 O içip etti. Qanday qilamiz? To'ng'atqich uni bir tarafga qo'yibdiman. Andaqda mencho. Qo'rqmang. Farida qarab beqing. Bering. Reyhan acha. Acha. Xenim, begim qaytib kelgidek. Tursun qo'z darsini kelsin deydi. Ma'qul. Önçi mervayetning hammini taqab qo'ying. Xo'p. Berib Bekzod Qaysarni bu yerga chaqirib kel. Xenim, qoida bo'yicha nikohdan ilgari qiz yigit ko'rishmaydi. Uning ustiga Chaqirib kel deganga chaqirib kel. Yer osti uy orqali boshlab chiq. Hech kimga aytma. biroq To'la azmili qilmayman. Hozir bu yerning xo'jayiniman. Menga bo'ysunishim kerak. Menga bo'ldi, baray. Biroq bu ishni hargiz men ortib qo'ymaslar. Hey, dedek Farida bormi? Kim? Farida? Voy-tangay, kirpaqslar. Maryam, o'chiringizga kirishimga ijozat qilibsiz. Intayin xo'shalman. Biror ish bormi? Kiring. Kirsizlar. Bekzod Qaysar, bu oxirgi minutlarda ahvolning ochiqini sizga aytmasam bo'lmaydi. Siz Men Maryam emas, uning dedigi Farida.
Yo'q, undaqım bo'lamdi. Qurban hayitda yana ayriq kun oqshimi. Qurban yetkin usul oynagan Meryem xanım emas, girim qıp chiqqan mendim. İyilik gün akşamı çırayını sizge közetmeyen dal Meryem xanımның özü. Emise, nima uchun bunda qildinglar, ha? Gap qiling. Çünkü onun hüsnü cemali nabut bulup beşirsi. Alıbastığa okşap kağa. Bu zatını qandaq iş. Men zər işçi aldım. Haqiqi ahvalını sizge eytip berey. Mana endi ölümden başka yol yok. 2 yılın aldıda Hasan Bay mal mülkiga kızı Meryem'nin varislik kıldıganlığını jakalıgandan keyin qara niyet Laligül Hocaдар Tursun bilen birleşip Meryem'ge zəhərli qolunu selip qasqıga. Meryem aman qalğan bolsumu, lekin güzel özünü jamali bütünley nabut bolğan. Meryem Аққу күлі бойды siz bilen tanışqandan keyin sizni unutmay saqlığan. Bu ahvallarni o mağa dep bergendi. Bugünkü günde siz onu emriniz almoqchi bolganda Laligül bu toydan paydalanıp sarayga xo'jayin bo'lish maqsadiga yetish. Shundaqli Meryemge qilgan jinoiy shumliqlarini oshkorlanib qolmasligi uchun meni onun o'rnida sizga bermoqchi bo'ldi. Bir ay burun Tursun haqiqiy Meryemni insicin bağmaydıgan çölge apır taşladı. Peride. Beli. Peride. Aytana. Uya nerede? Peride. Men Veli. İyisiniz mı? Qarang Peride, sizga yangi ichilgan gulak keldim. Peride. Peride. Alvasti. Haqiqiy alvastının cacısını bergeysen. Alvasti. Ayta. Haqiqiy Meryem xanım nerede? Ma aytay. Meryem xanım qumliqdagi gumbazning ichida. O hayvan. Bekzade, bir yerden kireyli. Olur.
Bektadım, bu yerden çıkıl boldu ki. Çık bakayım. Ben çıkıp qarab bakay. Al şu görüngen şehitlik şu. Bir yerden östekli yitip barımız. Dur. Bir yerden neymiş kısılas? Şehitlik'i verip Meryem Hanım'ı tatmaz. Meryem Hanım ne? Bu yer çirip ketken cesetler bilen tolgan. Keç gündüz Allah'sı peyda olup durduğu yerde Meryem Hanım nemiş kısın? Hı? O beşik alça. Yok al. Beli, dur. Maqul. Hey, kıvırılma. Beli. Taşlap kettim Karanlık kestim Atın tuvaq deyiş kevatıdığı. Ondaq qanasdı. Oturaptı biz kevatamda nime? Tönügülü ozuqluq əkepägən tusa, bundaq çöl cəzirge kim mi kile? Atның tuvaq deyişi o. Şu babqamısı yine. Xenim, mazadratın atlıq bir kevatıdı. Xuddi palanıға oxşap durdu. İliği bəkzadı da qıvatıdı. Rast şükende. Kiyimimni yengişley. Akşayı köngülümni giyme. Öylesi çıkaylı. Ehtiyat kızla. Özem çıkay. Meryem! Meryem! Çık!
Meryem. Bek sade. Isırlı çıraylık oynadın mı? Bir nes demeysiz ku? Çıraylık oynadınız. Rasma. Çıraylık ösütüpsiz. Boyunuzga yetkende. Teyhimi güzelleşip bitsiz. Çoğun boğunumda. Meni izlep kelersiz mi? Tatlar insan riyadettir. Renmalıkni. Emini elçin eylep kılık kucan. Kılık kucan Canda yaxşı bulmakta işensen Yaxşılık köptür Yamanlıkni oylama hergiz
Aşu jinoiy shumliq qoplagan vahimlik kunlarning o'tib ketganiga uzun yillar bo'lgan bo'lsa-mu, biroq kishilar bu ichinishli rivoyatni toki hozirgacha hikoya qilib kelmoqda.